beryapti bitta. Jismoniy shaxs nima, inson nima farqini bilmaysiz. Haligi Saida Mirzayeva intervyu beryapti bitta iblis jo'ti rus tilida. Rus tilida gapiradigan jo'tiga. Nima deydi? Meni deydi eng asosiy vazifam otamga xizmat qilish deydi. Ana sani bizni yurtimizni nomidan o'g'irlik qilib, bizni mamlakatimizni nomidan, xalqimizni nomidan, bizni resurslarimizdan, bizni hamma narsamizdan foydalanib otasiga xizmat qilar ekan. Yo'q, bu mamlakatga, bu xalqqa emas. Otangga uyingda o'tirib xizmat qil. Oyog'ini yuv, boshqa oyog'ini yuv. Uyingda xizmat qil otangga. Ana sizga kerak bo'lsa. 20 marta qaytardi. Men Xudoga ishonaman. Xudoni nazarda tutganmiz biz. Otamga Xudoni nazarda tutgan, onamga Xudoni nazarda tutgan. Bagay izbirini dedi-ku jo'tlar. Qaysi Xudo bir marta Alloh demadi? Jinnimi u Allohni? U bilan Allohni kim ekanligini, o sun'iy Xudo ekanligini, yo'q narsa ekanligini. Alloh ana bu qullar uchun dedi u. Alloh qullar uchun. Ular o'zini biz elitamiz, balandmiz deb turibdi-ku. Oliy tabaqamiz deb turibdi-ku. Sana boyligingni hisobiga, sana loq qilib. Unda Xudo. Uni xudosi kim? Siz o'ylaysiz uni xudosi, masalan men ham Xudo deyman. Meni xudoim ota-bobolarim yetib pishtim, tabiat yaratgan oliy kuchlar. Uni xudosi kim? Unda unaqa xudo yo'q. Unda uni xudosi haligi qora aristokratlar. Uni xudosi haligi